Janob, mendan nech pul bo'ladi? Sizdan 10 dollar bo'ladi. Xo'p, okey, mana janob pulingizni oling, bo'lmasa mayli, men uyimga ketdim. Ha, mayli. Barchaga salom, qadrli tomoshabinlar, sizlar bilan Riyat xush kelibsiz. Yangi videoga sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Albatta, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Mana bu taksi hali ham ketmadi. Qayerdan kelyapsan deganlarga esa men shaharga borib kelayotgandim, o'zimga kerakli narsalarni olishga, ya'ni va nimalar oldim. Короче, ba'zi shunaqa narsalar oldim. Notebook, ya'ni mana bunaqa stul, o'shanaqa narsalar. Qani bo'lmasa, bo'lmasa qishloqqa ketdi, yo-mayo. Yo, what the fuck, mana bu nima? Qasrlarmi yo jin ursin? Kim qurib qo'ygan bo'lishi mumkin bularni? Yo-mayo, mana mashinam eshigi ochiq qolib ketibdi. What the fuck, hozir bo'lmasa chiqaman mana bu narsalarni qo'yib uyga. Va mana bunaqa, mana bunaqa eshik ham oldim, ya'ni hozir o'shani qo'yib ko'ramiz, mana buni olib. Va, juda ham zo'r eshik ekan. Yana ochib ko'ramiz, va juda ham zo'r. Yo-mayo, mana bu uyimni polini kim buzgan bo'lishi mumkin. Davay, notebookni bu yerga qo'yib endi kayf qilib, ya'ni mazza qilib video olsam bo'ladi. Tak, hozir buni qo'yib olamiz. Nimaga qo'yilmayapti? Mana bu parda xalaqlar ekan. Normalniy, mani kompyuterimni ham qo'yib oldim. Ya'ni notebookimni endi Wi-Fi ni tepasiga joylashtiramiz va takoy bo'lib ketadi. Hozir bu stol endi kerak yo'q menga. Obunachilar, mana buni qo'yamiz va normalniy bo'ldi endi. Mana bu routerni qatga qo'yaver endi, joy ham qolmadi. Jin ursin, endi mana bu fleshkani o'rnatib qo'ysak, normalniy. Endi bunga fon tanlasak. Hadi mana bu ko'pzaga bu ham bo'lmaydi, bu ham. Va mana bu normalniy, bu ham bo'lmaydi. Va mana bu normalniy, mana shuni qo'yib qo'ya qolaylik. Bu nima? Bu hech nima emas menimcha. O'zimiz va juda ham cho'k, ya'ni Wi-Fi endi kayf qilib, mazza qilib video olsam bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Qani bo'lmasam biz tashqariga ketdik bo'lmasa. Mana bu narsalarimni joyiga qo'yib qo'yaylik, bir ko'rib kelamiz nima bo'layotgan ekan u yerda. Mana bu eshik hozircha bizga kerak emas. Chunki koreyaliklarning eshigidan oldik-ku. Telefon menda turaversin. Va, juda ham zo'r. Laska bo'lmasa ketdik, bo'lmasa mana bu qasrlarni kim qurgan bo'lishi mumkin? Hakkermi? Qalaysan, birodar, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Sizlar nimaga bu yerda qasr qurdinglaring? Mana bu Galvars bilan birlashayotgan edik. Kimni qasri eng zo'r bo'lsa shu yutadi. Bu qaysi Galvars bular? Ana bu yaramas politsiyachi bular. Salom janob politsiyachi, qalaysiz? Yo, yaxshi jin ursin, o'zingnachi. Bari bu qasrlarimizni obzor qilib ber bizga, kim yutganini videoga bilib olamiz. Ham o'zingga kontent ham olib olasan. Bu davay, menimcha birinchi bo'lib men hakkernikidan boshlayman. Okey, bo'lmasa hacker bo'lmasa sarikidan boshlaymiz. Obunachilarimga aytib qo'y, kanalga obuna bo'lsin. Yo, tez kanalga obuna bo'lmasalaring hoziroq Wi-Fi'laring ishlamay qoladi. Wi-Fi'laring ishlamashligini xohlamasalaring kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Davay bo'lmasa. Hacker menimcha sarikidan boshlayman. Kiraversa bo'ladimi? Davay kiraver. Okey, davay deb yuboradi o'zi ham. Bitta
bitta loy olib olamiz. Mana bu yerdan olib ham oldik. O'zi qazilgan ekan, kim qaziganini bilmadim. Hakkerni o'zi qazib qo'yganmi? Endi bu yerga sakraymiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki tezroq biz kanalda birga bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar maksimalni. Va mana bu yerdan sakraymiz. Normalniy, narvon. Va endi bu yerga ham okey. Bu yer easy mana bu yer. Va mana bu yerga sakrab katta oson bo'ladi. Mana bu loyni olaylik-da. Va loy meni yonimga tushdi. Hali ham pastga tushib ketganda nima qilasdik? Va endi bu yerga sakrab mana bu narvonga chiqib olib endi tak mana bu yerga sakraymiz. Okey, davay. Davay, mana o'tdik ham, mana oxirgisi baribcha mana shu. Okey, mana bu yerda sakraymiz. Let's go. Biz uddaladik buni, qadrli do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar endi. Kamo bebe, mana bu sandiqni ochib ko'ramiz. What the fuck? Hech nima yo'q bu hacker. Hech nima ham qo'ymabdi. Jinursin san hakkerni. Bu normalniy hakkerni parkouri ham normalniy darajada qiyin ekan. O'shaning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Va qishloq uzoqdan juda ham zo'r ko'rinar ekan. Mana bu meni uyim va mana bu merni uyi. Va o'rmon atrofida va mana bu yerda ot ham. Mana bu yerda jitillar to'planib gaplashib o'tiribdi. Ha, bu yerdan bo'lmasa astagina tushib qoladi. Kamo bebe, hozir sakrashni ko'rsataman, bomba bo'ladi. Va nihoyat hakkernikidan ham o'tib oldik. Endi bo'lmasa bu yerdan chiqamiz. Bu normalniy hacker sariqasilik ham juda ham, ya'ni parkouri juda ham qiyin ekan. Obunachilar hal qiladi endi kim g'olib bo'lganini. Davay, bo'lmasa bunday qilishinglar obunachilaringga aytib qo'y. Mana qasrim yoqqan bo'lsa videoga like bosishsin. Politsiyachida qasri yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishsin. Davay, bo'lmasa politsiyachinikiga keta qol. Ha, bo'ldi hacker, endi politsiyachinikiga navbat. No, politsiyachi janob, endi siznikiga navbat keldi. Siznikiga kirsam bo'ladimi? Davay, qasrimga bemalol kiraver. Okey, janob. Ha, bu yerdan qanday o'tishni ko'rib olaylik birinchi. To'xtanglar, bitta loy, ikkita loy kerak menga. Kerak bo'lib qoladi, ya'ni. Mana bu yerga bittani qo'ysak bo'ldi. Bunachilar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni mazza qilib tomosha qilinglar. Endi mana bu parkurdan ham o'tamiz. Let's go baby. Endi bunisidan ham o'tamiz. Okey, come on. Endi mana bu yerga boshim tekib qolyapti. O'shani maqsadida bu loyni qo'yishim kerak bo'ladi. Tekib qolaveryapti bu yerdan. Okey, endi mana bu loyni mana bu yerdan qo'yib, kakkoy qilib, mana bu yerga sekingina sakrab qo'yamiz. Va bu yerga sakraymiz. Okey. Okey, obunachilar. Okey, let's go. Yana baby. Come on. Come on, taslim bo'lmaymiz bizlar. Oxirgi parkur qoldi. Bu yerdan ham o'tib olsam, like bosasizlar. Let's go. Va ketdi bu basda. Oh, come on. Bu yerdan ham o'tib oldik. Easy, короче. Let's go. Let's go, politsiyachini. Qasridan ham, ya'ni parkuridan ham o'tib oldim. Endi videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani ko'ramiz buni sandig'idan nimalar bor ekan. Politsiyachini sandig'ini ochamiz. Okey. Kamo, bu yerda juda ham ko'p pul bor ekan, ya'ni $13. Bu qishloqda bilmadim-ku ya. Pullarni ishlatib bo'lmaydi, jitillarga faqat izmurod kerak bo'ladi. Bo'lmasa politsiyachinikidan ham o'tib oldik. Endi sekingina pastga tushamiz. Mana bu diamondni afsuski olib keta olmayman, chunki yonimda kirka yo'q. Kamo, bu yerdan ham tushdik, endi bo'ldi. No, bo'lmasa politsiyachi siznikidan ham o'tib oldim, janob.
Ha, g'olibni qanday qilib aniqlaysiz? Ha, mana bu hacker aytdi. Hackerniki yoqqan bo'lsa like bossin videoga ya'ni. Sizniki yoqqan bo'lsa ya'ni kanalga obuna bo'lib qo'yadi. Ya'ni politsiyaliki. Tushundingizmi janob? Ha, albatta tushundim. Bo'pti, rahmat. Ha, charchabanglar bo'pti bu bo'lsa. Asko'bir nihoyat videoni ham tugatish vaqti ham keldi. Va obunachilar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. G'olibni qanday qilib aniqlashni esa aytib o'tdim video davomida. Hackerniki yo'qsa yana bir marta aytib o'tay. Hackerniki yo'qsa videoga like bosasizlar va politsiyachini kasri yoqqan bo'lsa obuna bo'lasizlar va g'olibni shunaqa tarzda aniqlaymiz. Hozir video juda ham cho'zilib ketdi, o'shaning uchun men videoni tugatib uyimda mazza qilib o'ynab video hech qanaqa video olmayman. Masalan, Minecraft o'ynaymiz. Yoki bo'lmasa Minecraftga kiramiz. Let's go.